Mana ko'rib turganingizdek, platformadan yechib olgan pullarimiz kelib tushdi. Siz ham kirib pul ishlashingiz mumkin. Salom do'stlar, demak bugungi videomiz mana shu platforma haqida bo'ladi. Bu platforma kecha ochilgan, mana O'zbekistonda 24-avgust kuni ishga tushirilgan demoqda. Bu yerda hammasi yozilgan. Demak, ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Bu yerda mana pul 100% kelib tushgan. Mana vaqtda 26 ming yechib oldim, 22 ming so'm pul kelib tushdi. Hozir hammasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana 11:36 da yechgan bo'lsam, 11:58 da pul kelib tushdi. Bu yerda ham bor, mana ko'rib turganingizdek. Demak, dastlab platformaga kirib olamiz. Boshida kirganingizda siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu yerga telefon raqam kiritasiz. Bu yerga parol kiritasiz va bu yerga tegmaysiz. Bu yerga tasdiqlash kodi mana shu yozilgan. Sizda boshqacha chiqishi mumkin va keyin ro'yxatdan o'tishni ustiga bosib ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Men esa o'z hisobimga kirib videoni davom ettiraman. Mana platformaga kirib ham oldik. Bu yerda ma'lumotlar berib o'tilgan. Siz ro'yxatdan o'tishingiz bilan 15 ming so'm mukofot olishingiz mumkin. Bu hammaga beriladi. Buni ham yechib olishingiz mumkin, lekin buning uchun albatta VIP sotib olish kerak bo'ladi. Bu yerda mana rasmiy guruh ham bor. Mana shu ustiga bosadigan bo'lsangiz, sizni guruhiga olib o'tadi. Demak, bu yerda mening hisobim, ya'ni mening balansim, mening umumiy daromadim hammasi bor. Video boshida bitta eslatma do'stlar, albatta videoga like bosing, kanalga ham obuna bo'ling. 2 oydan ham oshda adashmasam bu kanalda video chiqarmayotganimga shu sababdan maksimal darajada qo'llab-quvvatlab yuboring. Demak, bu yerda hisobni to'ldirish, pul yechish, kunlik daromad, mijozlarga xizmat ko'rsatish. Bu yoqda mana VIP darajalar bor. Demak, VIPlar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, VIP 1 ni narxi 70 ming so'm, kunlik daromad 7777 so'm. Ko'rib turganingizdek juda ham ajoyib. VIP 2 ni narxi 140 ming so'm, kunlik daromad 17,5 ming so'm. 90 kun ishlar ekan. Bu VIP 1 60 kun, VIP 2 90 kun ishlar ekan. Demak, VIP 3 ni narxi 280 ming so'm, kunlik daromad 37,333 so'm ekan. Bu ham 90 kun deyilgan. Endi qancha ishlashini men bilmayman. Pul to'lagandan keyin mana video olyapman. Shungacha video chiqarmay turgan edim, pul to'laydimi yo'qmi? Va pul to'laganidan keyin mana endi video qilyapman do'stlar. Shu sababdan bir dona like bosib keting. Bu yoqda mana VIP 4 ni narxi 60 ming so'm, kunlik daromad 85,700 so'm ekan. Bu ham 90 kun deyilgan. Qolgan VIPlar bilan o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin. Xo'sh, endi ikkinchi bo'limga o'tadigan bo'lsak, ya'ni daromad bo'limi. Xo'sh, men VIP 1 ni sotib oldim. Mana bu yerda jami qurilmalar. Endi 70 mingga sotib oldim. 22 ming so'm pul kelib tushdi. 3-4 kun, 4-5 kunda qoplash ham mumkin. Bu yerda stol bo'limi ham bor ekan. Bu yerda adashmasam pul yechib olganlar, mukofot hammasi bor. Yo'q, bu yerda do'stlar siz pul yechib olganingizni skrinshot qilib mana shu yerga joylashingiz mumkin va keyin bu yerda qandaydir bonus ham berilar ekan. Hozir buni sinab ko'ramiz. Xo'sh, bu yerga rasmni joyladik. Bu yerga yozish kerak ekan. Pul tushdi. Rahmat deb yozamiz va mana shuni tasdiqlash. Biroz kutamiz. Post muvaffaqiyatli joylandi. Ko'rib chiqish kutilmoqda. Xo'sh, ungacha biz referal bo'limi bilan tanishib chiqamiz. Menda jami bitta referal bor ekan, bu VIP sotib olmagan. Xo'sh, mana birinchi darajali referal uchun 25% bonus, ya'ni 23% bonus berar ekan. Juda ham ajoyib. Ikkinchi darajali uchun 1%, uchinchi darajali uchun ham 1% dan bonus berib borar ekan. Komissiya foizi yozilgan, xullas tanishib chiqishingiz mumkin. Va oxirgi bo'lim. Bu yerda hisob raqamingiz, pulingiz, umumiy daromad mana yechib oldim 26 ming. Bu yoqda qolgan daromad
vazifalar jamoasi deyilgan. Bu yerda boyagi bo'lim va keyin xazina bo'limi bor. Har kuni kod beradi. Mana qancha pul olganlar, kunlik bonus. Har kuni soat 10 da, 11 da, 11:30 shu oralig'ida beradi. Keyin o'sha kodni bu yerga joylab, sovg'ani qabul qilishni ustiga bosib, siz bonusingizni olishingiz mumkin. Men bugun 1700 so'm oldim. Kecha ham 1700 mi, 1800 mi yomon emas. Bu ham har kuni olishingiz mumkin. Buning uchun siz albatta guruhni kuzatishingiz kerak bo'ladi. Keyingi bo'limga o'tamiz. Hisobni ulashish, mening yozuvlarim. Mana yechib olgan pullar, VIPdan kelgan daromad, mana bugungi xazina olish 1755 so'm, kecha mana 1965 so'm, ro'yxatdan o'tish uchun 15000 so'm bonus, juda ham ajoyib. Endi bu yerda pul yechish, hisobni to'ldirishni ustiga bosamiz. Oxirida pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yerda 70000 ning ustiga bosamiz, pastroqqa tushamiz. Bu yerda ham yozib qoldirilgan, mana o'qib tanishib chiqishingiz mumkin va davom etish. Capital Bank nima deyapti? Bu yerda mana shu kartani nusxalab olasiz, bu yerga bosib va to'lov qilgandan keyin to'lov vaucherini yuklashni ustiga bosib joylashtirib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda batafsil yozilgan. Erinmasdan o'qib chiqishingiz mumkin do'stlar. Endi video cho'zilib ketgani uchun hozir tushuntirib o'tirmayapman hamma detallarini. Bu yerda parol ilovasi ham bor ekan. Ilovasi kerak emas. Pul yechib olish. Boshida kirganingizda siz karta raqamini tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. O'z ismingizni yozasiz, kartani tasdiqlab qo'yasiz, ya'ni karta raqamini. Men Anor bankka yechib oldim. 3 ta chiqadi: Capital Bank, Ipoteka Bank, yana qaysidir bank chiqadi. Men Capitalni tanladim va Anor bankka yechib oldim. Bu yerda yechib olmoqchi bo'lgan summani kiritasiz va bu yerda tasdiqlashni ustiga bosib tasdiqlab olishingiz mumkin. Pul yechish vaqti ertalab soat 10 dan 18:00 gacha. Minimal yechish miqdori 20000 so'm, 15% komissiya ham bor ekan. Demak do'stlar, bugungi video mana shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Platforma havolasi opitsaniyada va Telegram kanalda bo'ladi.